matbuot anjumanining ikkinchi qismida Nasaf bosh murabbiyi Ro'zg'ulberdiyev ishtirok etmoqdalar. Bugungi o'yin haqida o'zingiz fikrlaringiz. G'alabaga erishdik. Biz uchun bugun juda ham muhim edi. Chunki safarda 3 ochko olish bu jadvalga yaxshi ta'sir qiladigan narsa. O'sha uchun bugun yigitlarimiz g'alaba uchun o'ynadi. Menimcha biz o'yinni ham yaxshi boshladik. Nazoratimiz ham yaxshi edi. Birinchi bo'limda, ikkinchi bo'limda boshida ozgina tashabbusni Mashal jamoasiga berib qo'ydik. Buni evaziga gol o'tkazdik. Shunga qaramasdan jamoam o'ziga bo'lgan ishonchi bor edi. Bugun g'alaba qozonamiz. O'zgarishlar, ba'zi bir taktik yurishlarimiz ish berdi. Bugungi g'alabani qo'lga kiritdik. Savollarim. Umar Eshmurodovni birdan ikkinchi taymdan almashtirib oldingiz. Bu ko'p xato qilgani bilan bog'liq. Yo'q, jarohat oldi. O'sha jarohat olib bir chiqib ketdik, keyin razvalkaga borganimda qiynalyapman o'ynashga dedi. Biz majbur zamina qildik. Majburdan almashish. Ha, majbur. Ro'zg'or aka Islom Kenjaboyev bilan tuzilgan shartnoma bekor qilindi. O'shani so'ramoqchi edim. Uni ketishini qanchalik qabul qildingiz? Umuman kutilganmidi bu ketishi? Kenjaboyev bilasizlar, o'tgan yili 1 yil davomida mana o'ynamadi. Jarohat olib, jarohatini davoladi. Klub bilan birga bo'lib turdi. Keyin sekin-sekin jarohatidan keyin biz oz-oz uni o'yinlarga jalb qilib formasini tiklashimiz kerak edi. Lekin u ko'proq o'ynashni xohladi, ko'proq o'ynashdi. O'sha uchun ketishga qaror qildi. Ko'proq o'ynashni xohlayman, jamoam travmadan keyin deb. Biz o'sha uchun kelishgan holda Kenjaboyevga omad tilagan holda u bilan xayrlashdik. Savollarim. Davralar oraliga yaqin. Nasaf ham qandaydir o'zgarishlarga qo'l uradi davralar oralig'ida. Barham butun mavsum, yarim mavsum davomida kamchiliklar, ko'zga tashlangan kamchiliklarni yopish uchun futbolchi izlansa kerak. Bu jarayon ketyapti. Biz o'sha nuqtalar bo'yicha 2-3 ta o'yinchi olishni rejalashtiryapmiz. Agar bu amalga oshsa, o'ylaymanki biz yana ham jamoa o'yinini kuchaytira oladigan darajadagi o'yinchilarni chaqirmoqchimiz. Qaysi pozitsiyalar bilan bog'liq? Endi buni hozir aytmay qo'ya qolaylik, lekin rejamizda kamida 2 ta yoki 3 ta o'yinchi bor. Legioner yoki o'zimizning o'yinchi? Legioner ham o'zimizning mahalla o'yinchilardan ham, ko'proq legionerlarga e'tibor qaratyapmiz. Balki bu amalga oshsa, sizlarga buni yetkazamiz. Ommaviy axborot vositalarida Aziz G'aniyevni qaytish haqida fikrlar chiqdi. Shu qanchalik? Yo'q, Aziz bo'yicha hech qanaqa harakat masala tug'ilgan yo'q. Azizning shartnomasi bor, yaxshigina shartnomasi bor. Menimcha faoliyatini o'sha Emiratda davom ettiradi. Rahmat.